Yaxşımızlar turdaşlar, malana müşafir xeyirlik bolsun. Men sizlarga yaqin do'stlar bilan. Oldingi soatda biz duttani urishlan anadagi pad tutish usuli shular bilan tanishib chiqqan. Bu soatda bo'lsa pad urish usuli bilan duttani urish usulini birlashtirib mashq qilib ashta bir usulni sizlarga o'rgatmoqchiman. Buningda oldingi soat o'rgatgandek birinchisi do ovozini tutib uramiz. Do ovozi ustungi tarning 5-padisiga. Masalan, tekitib uramiz. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu holatda ko'proq mashq qilishni talab qiladi. Oldingi soatda biz qaysi ovozningki, qaysi tarninki qanchinchi padisini tutib urishni o'rgangan. Buni qayta bir so'zlab o'tay. Do ovozi mana shu ikkinchi tarninki 5-padisi, ustidan sanag'an chaqda 5-padisi do. Andan keyin re ovozi ustidagi tarninki 2-padisi re. Mi ovozi ustidagi tarni qo'yib ostidagi tarning 2-padisi mi, fa, 3-padisi, so, 5-padisi, la 6-padisi, shi 8-padisi, do 9-padisi. Bu holatda davomlashmoqda. Masalan, mashq qilib qolsak 1 2 3 4 do 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 re 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 mi 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 fa 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 so 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 la 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 shi 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 do 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 do. Anadaki not uqmaydigan do'stlarimizga men hozir deb berdim-ku, 5-padisda men ovoz masalan do ovoz ustungi tarning 5-padisda deb. Shu chaqda sizlar shu yerda to'xtatiliblar. Andan keyin shu belguru olsanglar bo'ldi. Belguru olib turib, andan keyin mush ko'rsatma bo'yicha qayta mashq qilsanglar bo'ldi. Andan keyin shu duttani texmi yaxshiroq o'rganaman deyotgan do'stlarimiz uchun men sizlarga bir salonni tavsiya qilay, salonimizni. Sizlar avval shu meni qo'shib olgandan keyin shu meningki ismim bilan o'xshash holatda undidoringlarni ichib, undidoringki eng ustida lo'paynak belgisi bor. Ashunga meningki ismimni Ubaydullo Osmon deb pininch yozsanglar, aşağıda undidar salon çıktı, şunu qo'shib olsanglar bo'ldi yoki naqsha 214 deb yozsanglarmi, ash undidar salon chiqdi. Ashuni qo'shib olgandan keyin ostida darslik deb xat bor. Darslik degan xatni bossanglar, salonni qo'shib bo'lib. Darslik deganni bossanglar, darslik yo'li darslikni tanlaymiz. Masalan, dutta o'rganmoqchi bo'lsak, dutta darslikni, ravob o'rganmoqchi bo'lsak, ravob, gitar o'rganmoqchi bo'lsak, gitar degandek. Ashlarni tanlab, ashta qo'shilib, ashyadan o'rgansanglar bo'ldi, do'stlar. Anada texnologik sistemlik o'lchamlik oladi bo'ldi. Yana bir qitim deb beray, undidarni ichib, ustidagi lo'paynak belgisini besib turib, Ubaydullo Osmon yoki naqsha 214 deb bassak bo'ladi. Besib, anadan keyin ostida bir yava aşı izletgandan keyin mush meningki tavshansumga o'xshash, meningki boshlartimga o'xshash nima chiqdi, shuni qo'shib olsanglar bo'ldi. 抖音